Assalomu alaykum hammaga. Ish bor. Videoni ko'rishdan oldin bardonadan like bosinglar, обязательно shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Dokument bilan ham ish bor, bez dokument ham ish bor. Yotoqxona registratsiya abeti ishxona tomonidan beriladi. Lamoda skladiga komplektovщикlar kerak, skaner bilan ishlaydigan odamlar kerak. Полный paket dokument bilan официальный ish трудовой договор beradi. 150 ming rublgacha oyligi. Kimki ishlamoqchi bo'lsa, yotoq joy registratsiya abeti formasi bu ishxonada bepul. Kimki ishlamoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerlarga срочный aloqaga chiqinglar, joylarni zaynat qilinglar, kelinglar ishga joylashinglar. Faqat konkretniy ishlaydigan odamlar iltimos telefon qilsin va kelsin ishga joylashsin. Просто tak telefon qilib interesovatsiya qiladigan odamlar iltimos telefon qilmanglar, chunki siz unday odamlarga vaqt ajratish o'zi ham xavf. Akalar opalar, bundan tashqari xleb zavodda ish bor. Yotoq joy registratsiya abet beradi ham. Agarki yangi kelmoqchi bo'lsangiz, granitsadan, O'zbekistondan, Tojikistondan yangi kelmoqchi bo'lsangiz, dokumentlaringizga yordam beradi. Yoshiga o'tsak, 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan akalarimizni, opalarimizni taklif qilamiz. Videoga like bosamiz va обязательно shu videoni do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz.